moliya va qurol yarog' tarafdan beradigan yordamini kuchaytirishi mumkin. Boshqa amal yo'q. Texnik yordam berdi Rossiyaga. 3-bölüm. Bugün söylemoqchi bo'lganimsa, Amerika Xitoyga qo'llanayotgan jazolari va andishlari. Buni men har birini 1-2-3 deb bir necha bölümə. Birinci, 2023-yılı 4-ayının 7-ci günü Amerika Xitoy siyosat mutaxassisi, Amerika bexatarlik tədqiqat o'rnining müdiri Will Cocken haftalik axborot jurnali İngilizce Newsweek'da maqol e'lon qilib shunday yozdi. Amerika chuqum Xitoy Rossiya bu razil ittifoqining kengayishini to'sash kerak. Will Cocken shunday yozdi. Rossiya Amerika aviatsiya şirketining Rossiya havo tavalligidan o'tishni chekladi. Har oyda Amerika taxminan 400 navbatchi aeroplanning yo'lini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Amerika hukumati Rossiya havosidan o'tgan har qanday Xitoy aeroplanini Amerikaga kirgizmasligi kerak. Amerika hukumati bu taklifni qabul qildi. Amerika transport ministrligi yaqinda Amerikalik yo'lovchilarni qochilagan Xitoy navbatchi aeroplanlarining Amerika qo'nishdan burun Rossiya havo tavalligidan o'tishni cheklash to'g'risida buyruq tuzdi tushardi. Bu Xitoyni qo'sh uttirib qo'yish vaziyatiga duch kelishga majbur. Bu Xitoyni qo'sh uttirib qo'yish vaziyatiga duch kelishga majbur edi. Ya Rossiyani oshkora tanqid qilish kerak. Bu Rossiya bilan Xitoy o'rtasida ziddiyat paydo qildi. Yoki Amerikaning cheklimiga riyo qilish kerak. Bu Xitoyning aviatsiya kasbini ojizlashtirib. Xitoy aviatsiya kasbining qimmati bo'lsa 150 milliard dollardan oshadi. Bu ziyonga Xitoy bardosh berolmaydi. İkinci, 2023-yılı 28 günü Amerika parlament, Amerika Xitoy strategiyalik raqobat alayda komiteti, işte bir komitetin ismi parlament dediki. Xitoy tahdidiga chetilgan ishlar to'g'riliq tunja qitimliq isbot anglash yig'ini ochdi. Shu kuni Amerika parlamenti Avam palatasidagi 2 komitet az deganda 8 Xitoyga qartilgan taklif loyihasini ma'qullab, necha 10 yildan bayonqi rekordni yaratdi. Bu loyihalarning mazmuni hatto Amerika pul muomala organlarining Xitoyning yuqori darajalik amaldorlariga va ularning oila tavallariga mulozimat qilishni cheklashni ta'kidladi. Hamda Amerika Moliya Ministrligidan Xitoy yuqori darajalik amaldorlarining shaxsiy mulkini tekshirishni talab qildi. Bularning hammasi tasodifiylik emas. Bu Amerika ma'muriy doiralari, o'xshamagan partiya guruhlar va ilm sohasidagi mutaxassislar hammasi o'rtaq tunishga kelganligini bildirdi. Amerikaning yuqori tuvan barliq sohalarda Xitoyga umumyuzlik uyg'unish bo'lganligidan derak berdi. Amerika tarixshunos Robert Kagan 2023-yılı 3-ayının 4-cü günü Wall Street, bu dünya için eng dağlıq gazetesi bo'lsa, Wall Street gazetesida e'lon qilgan maqolda Beijingni ogohlantirib mundaq yozgan. Amerikaga jang e'lon qilish bir tarixiy xatolik. Birinchi va ikkinchi dunyo urushida Yaponiya imperiyasi bilan natsistlar Germaniyasi Amerikaga jang e'lon qilgan. Biroq oxirida mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Agar Beijing Tayvanga hujum qilish orqali Amerikaga jang e'lon qilishni qaror qilsa, o'xshash xatarga uchraydi. Amerika diplomatiyasida magap naytmo'yin anglanglar. Amerika diplomatiya siyosatida Amerika qiltiqi mavjud. Hamisha raqobini Amerikaga sal qora g'uzudu. Balkim bir qism mumkin bo'lgan tajovuzchilarni harakat qilishga ilhomlantirdi. Madavaqtini Amerika o'zininki
xalqqa va shu masalan Xitoy oldi Rossiyaga o'zini bir xil ojiz, bir yerlarda ojiz ko'rsatdi. Shu Amerikaning ojizligiga hujum qilishni bundaq yemchiq qilib turib, qiyson deydi, bu Amerikani azaldan satsan, avval tajovuz qil, endi men sening jazongni beraman deydi. Biroq Amerika harakatga kelsa, u tajovuzlarning hammasi mag'lub bo'ldi. Bu nayt muhimda Amerika siyosatida har qanday vaqtida bir yerga o'zini ashlarning ma'lum ojizligini ko'rsatib, ashlarning Amerikaga tajovuz qarshi turishlarini rag'batlantirgan Amerika. 3-chi New York gazetining xabar berishicha 2023-yil 2-oyning 10-kuni Amerika hukumati Xitoy shariy nazorat qilish planiga qatnashgan 6 Xitoy shirkatini jazolaganini e'lon qildi. Bu 6 shirkat degan Xitoyning cho'ng shirkati Amerika savdo ministrligi tarafidan qora tizimga kirgizilgan 6 shirkat. Ashuni bir munda xansu ismi yetib qo'ygan ashalarni topa olamsiz. Unda asha to'g'ri. Bu 6 shirkat. Bu 6 shirkatning men tarjimamda biroz qisqartib aytdim. Men angashqa men Xitoychasini yetib qo'ydim bu shirkatlarning jumla. Bu shirkatlar Xitoyning butun taraqqiyotining yurigi taraqqiy eng cho'ng shirkatlari. Beijing Nanjing bo'shliq fan texnika shirkati. Xitoy elektron fan texnika guruh shirkati 48-chi tadqiqot o'rni. Ana Xitoy ishlashib turdi. Dongwan havoga ko'tarilish Iroqdan selish texnikasi shirkati. Yingmin aviatsiya fan texnika guruh shirkati. Guangzhou aviatsiya fan texnika shirkati. Shanxi Yingmin aviatsiya fan texnika şirketi. Bu 6 şirketni qol tizimini kirgizdi degan so'z Xitoyning asosiyatdan fan texnika nimasini hammasi qol tizimini kirgizdi degan gap. 2023-yil 2-oyning 15-kuni Amerika Kengash palatasi 2 turli qarorni birdak ma'qulladi. Xitoyni Amerika bo'shliqida josuslik shari avatdi deb Avam palatasi bilan birlikda bu voqeani rasmiy aybladi. Amerika axborot xodimi yig'ib olgan Xitoy shar zapchastlari ustida to'xtalganda mundaq dedi. Uning ustiga ko'plagan antina bor bo'lib, uchur yig'ish va jo'grafiyalik o'rinni belgilash iqtidori bo'lgan xabarlashish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Uningga yetarli cho'ng quyosh energiyasi batareya taxtasi saplangan. Bu havo sharining uskunlari aniqla axborot ko'rsatishga ishiltidi. Bu meteorologiya sharidagi uskunlar bilan birdak emas. Buni butunlay Xitoyning josuslik shari deb Amerika ochiq e'lon qildi buni. Bu nayt muhim narsa. Oqsaroy axborot kotibi Karen Pierre shundaq dedi. Amerikaga shar nazorat qilish planiga qatnashgan Xitoy gavdalariga chora qo'llangandan boshqa yana texnik keng tirishchanlik ko'rsatib, Beijingning davlatimizning bexatarligiga, shundaqla ittifoqdoshlarimiz va hamrohlarimizga tahdid ilib keladigan nazorat harakatiga hal qilamiz. Ularga qattiq texnik jazo qo'llanamiz deyapti Amerika. Mana muhim jazolar, bu diplomatiya degani bu yomon qattiq gaplar. Buningdan bilalaymiz, Xitoy masalasi hozir Amerikada bir xalqliq masalaga aylandi. 4-chi Amerika Avam palatasi 2023-yil 1-oyning 12-kuni qonun loyihasini ma'qullab, Amerika strategiyalik neft zapasini Xitoy ega bo'lgan, kontrol qiladigan yoki ta'sir ko'rsatadigan har qanday amaliy gavdaga setib berishni chekladi. Hamda Amerika energiya ministrligidan neftni Xitoyga eksport qilmaslikka kapolat qilishni talab qildi. Bu loyiha shundaq dedi. Siyosiy maqsad tufaylidan Amerikaning strategiyalik neft zapasini quritib tugutish hamda bir qismini Xitoyga setib berish Amerikaning davlat bexatarligiga zo'r tahdid bo'ladi.